Lardan bittasi shu Muhammad Taqiy Usmoniyning shogirdi. Qo'qonga ham shu odam kelgan bir vaqtlari. Hikmatda kelgan, Buxoroga ham kelgan. Shu odam bir gapi bor. Bir yosh katta odamga aytgan ekan. Afsus deydi. Sani deydi, tishlaring deydi. Allohning ne'matini 70 yildan beri yurib to'kilib ketdi deydi. Ne'mat shu darajada ko'p ediki tishlaring deydi, yurib to'kilib ketdi deydi. Shu ne'matni yeb tishlaring to'kilib ketayotgan vaqtida eng yaqin guvoh kim bo'lgan bilasanmi deydi. Shu ne'matni yeb turib to'kilib ketgan tishlaringning yonidagi tiling guvoh bo'lgan deydi. Eng yaqin guvoh sani tiling deydi. Afsuski deydi, sani shu ne'matlarni yegan tishlaring to'kilib ketdi-yu deydi. Ammo bu ne'matlarni yeganda to'kilib ketgan tishlarini ko'rgan tiling deydi, bismillah deyishga yaramadi deydi. Allohni zikr qilishga yaramadi deydi. Xullas hammamiz ham Parvardigor olamni zikridan g'ofil bo'lmasligimiz kerak. O'zimizni yaratgan Xudomizni taniydigan bo'lishimiz kerak. Parvardigor olamni ibodatni qilib charchamaydigan bo'lishimiz kerak. Sal kunda o'tib ketamiz, hammasi ko'rgandek o'tib ketadi. Farazan o'sha biz ko'p qaytargan gap borki, odam 70 yil yashagan bo'lsa, hozir 70 yil yashagan choldan so'rasangiz, 7 minutlik gapirib beradigan foydali umri bo'lmaydi. 30 ga kirgandan so'ng 3 minutlik gap yo'q. Hammasi oldi qochdi gaplar, birorta foydali bir suyanishga arziydigan gap yo'q. Shunaqangi bebaraka qilib turib umrimizni o'tkazib qo'ymasdan, balki har damimizni, har onimizni g'animat bilib, Parvardigor olamni ibodatiga kamarbasta bo'lishimiz kerak. Aytilgan gaplarga, nasihatlarga amal qilishga, aytuvchidan ham, eshituvchidan ham hammamizga Xudo taolo amal qilishga Xudo tavfiq bersin, o'zi kuch-quvvat bersin, dunyo oxirat saodatini Xudo hammamizga ham bahramand qilsin. E'tiborlaringiz uchun rahmat. Salomat bo'linglar. Assalomu alaykum va rahmatulloh.